Hozir men sizga aynan shunaqa situatsiyada, har xil ko'rjalarda bo'lganida qanaqa lecheniya qilinishini tushuntirib beraman. O'zi nimadan bunaqa holatga kelib qoladi? Makiyajlaringizni to'liq tozalamasangiz, bir xili bor mitilarkada olib makiyajni yechgandan keyin yuzini mitilarkadan keyin yuvmaydi. Yoki bo'lmasam gidrofilkada makiyajni, yechgandan keyin yuzini gelda yo penkada yuvmaydi. Bu juda katta xato qizlar. Agarda yuzinglarni himoya qatlamini saqlab qolmoqchi bo'lsanglar, обязательно makiyaj uchun, yechish uchun gidrofilka, keyingi etapda, undan keyingi etap bu, конечно, gel yoki penkada yuzni yuvish hisoblanadi. Makiyajinglarni har doim yaxshi yechadigan gidrofilkani tanlanglar va yuzinglarni turiga mos keladigan gidrofilkalarni tanlanglar. Gidrofilkadan keyin обязательно eng yaxshi liniya bu lechebniy liniya bo'lishi kerak har doim yuz yuvish uchun. Просто